Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanuvchilari bo'yicha ommaviy sog'lomlashtirish ishlarini rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida musobaqalar o'tkazib kelinadi. Sportning voleybol turi bo'yicha eshitishda va gapirishda nuqsoni bo'lgan shaxslar o'rtasida biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz shiori ostida sport musobaqasini o'tkazilishi bunga misol bo'la oladi. O'zbekiston Karlar jamiyati Farg'ona viloyat hududiy bo'limi, viloyat sport boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan musobaqaning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar farg'onalik sportchilarning yirik musobaqalarda qo'lga kiritgan natijalari, ayniqsa imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun ham sport bilan shug'ullanishi imkoniyatlari kengayib borayotgani haqida ma'lumotlar berib, sportchilar va tashkilotchilarga omadlar tiladilar. Sport bellashuvlaridan oldin madaniy tadbirlar ham tashkil etildi. Eshitishda va gapirishda nuqsoni bo'lgan shaxslar o'rtasida voleybol sport turi bo'yicha musobaqa yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu musobaqa yoshlar va sport ixlosmandlarini bir maydonga jamlab, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim qadam bo'ldi. Bellashuvlarda 8 ta jamoa ishtirok etdi. Farg'ona davlat universitetida o'qiyotgan talabalar, Quvasoy maktab-internatining yuqori sinf o'quvchilari va 6 ta tuman jamoalari ishtirokida qizg'in bahslar bo'lib o'tdi. Musobaqalar davomida jamoalar o'zaro murosasiz bellashib, voleybolga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotganini yana bir bor namoyish etdilar. Murosasiz kechgan bahslarda Quva jamoasi 1-o'rin, Farg'ona davlat universiteti 2-chi, Quvasoy maktab-internati jamoasi esa 3-o'rinni qo'lga kiritdi. G'oliblarga homiylar tomonidan esdalik sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Biz yutamiz deb o'ylamadik, yutib oldik. Biz inoq bo'lib o'ynadik, ham harakat qildik. Kuchli bo'lib biz yutib chiqdik. Hamma komanda kuchli bo'ldi. Endi voleybolga chaqirishdi, voleybolga keldik. Biz hammamiz inoqmiz. Shuning uchun birga qatnashamiz har doim. Lekin futbol ko'proq o'ynaymiz. Voleybol sport turi bo'yicha musobaqalarni o'tkazishdan maqsad eshitishda va gapirishda nuqsoni bo'lgan shaxslar o'rtasida ommaviy sportga keng jalb qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.